Bugün Xitay rejimi vatanimiz Şarkı Türkistan'da ceza lagerlerini kurup irqiy qirg'inchilik yurgizayotganiga saq 4 yıl bo'ldi. Bugün 21. asrning eng ichinishli hikoyalari zolimlarning qo'lida yozilayotganiga saq 4 yıl bo'ldi. Milletimizning şan şerifi, ar-nomusi dafsanda qilinayotganiga saq 4 yıl bo'ldi. Alimlerimiz öldürülüp, mescitlerimiz çıkılıp, dinimiz har zabun qilinayotganiga saq 4 yıl bo'ldi. Amma zalim Xitay to'xtab qolmadi. Zulm to'xtab qolmadi. Dal aksida tiximi kuchaymoqda va haddidan oshmoqda. Har kuni degidek chiqayotgan shahid xabarlari va tirik shahidlarning guvohligini anglashga qalblarimiz ojiz kelmoqda. Amma bu zulmni millatimiz 4 yildan beri tortib o'tdi. Jazo lagerlarida qiyin qistoqqa ilinib ailesinden ayrılıp Irak yerlerde qul işçi qilinib Narsidi farzandlarimiz komünist Xitayning tili ve ideyasida tarbiyalanib Milletimiz umumiy yuzlik irqiy qirg'inchilik uchrab o'tadi. Bugun zulmga sukut qilish eng aqalli insoniyligimizni yo'qotganligimizning ifodasi. Bugun zulmga qarshi turib, qo'limizdan kelgan harakatda bo'lmaslik bizdagi g'urur va vijdonning allaqachon o'lganligining ifodasi. Biz Sharq Turkiston yangi nesil harakati bo'lish sifatimiz bilan bu 4 yillik fojiani to'xtatish uchun barliq insoniyatni harakatga o'tishga chaqiriq qilamiz. Shuning bilan birga bu 4 yillik tarixiy dog'ni qonlarimiz bilan yuyish ahdimizni yana bir qitim dunyoga jakarlaymiz.